Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 9 ayning 25 kuni Juma. Sizlarga bugun ozroq ishlar to'g'riliq so'zlab beray deb chiqdim. Bu haftadagi eng chong xabar Amerikaniki Avam palatasi 6210 numurliq bir qonun loyihasini tasdiqladi. Bu qonun loyihasi şu Amerikaga import qiladigan bizniki vatanda ishlangan Amerika import qiladigan bir qism buyumlarni cheklash va shuning bilan munosabatlik shu Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilgan shaxslarni jazolash haqidagi bir qonun loyihasi. Bu qonun loyihasi yuqori bilan 406 kishining qo'shilishi, 3 odamniki qo'shilmasligi, 22 odam qatnashamabdi. Şundaq qilib bu qonun loyihasi Avam palatasini ütüb 23-slar buni nimaga yo'llabdi? Senatorlarga yo'llabdi. Kengash palatasiga yo'llabdi. Şoň bu bir çoň hoş xabar boldy. Uyg'urlar to'g'riliq chiqqan ikkinchi qonun loyihasi bu hisoblanadi. Bu birinchisi tasdiqlanib bo'ldi. Endi bu shu chiqqandan keyin ba'zi qarindoshlar mendan so'radi. Yana bir qonun loyihasi bor ekan, shunga o'xshab ketadigan 6270 degan qonun loyihasi. Buni Virginia shtatidagi bir demokratchi partiyaniki a'zosi, Avam palatasi a'zosi Jennifer Wexton degan xonim o'tirib qo'yibdi ekan. Buni 3-ayning 12 kuni o'tirib qo'yibdi ekan. Qo'yibdi bu 21-slar 9-21 kuni Avam palatasi tarafidan buni ko'zdan kechirib o'tirg'a bilib tashlaydiganga qaror qilingan o'xshaydi. Men degan tashvishlar mashtaraq mazmunlar chiqdi. Bu qonun loyihasi belki Yemrisga o'xshab ketadi ekan. Buniki o'xshamaydigan yeri shu Amerikaga import qilgan bizniki vatanda ishlangan buyumlarniki kimlar tarafidan, qaysi shirkatlar tarafidan ishlanganligini oshkorlash. Bu shunday bir qonun qilib talab qilish Xitoylardan. Mushtarak qonun loyihasi ekan bu. ABK'ga o'xshab qoldik. ABK'si Xitoylarniki Sharq Turkistonda ishlagan bir qism buyumlarini cheklash, lekin shu buyumlarni ishlash ishi bilan Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsana qilgan kishilarni jazolash. Ma bo'lsa Amerikaga kelgan bo'libmi Uyg'urlarniki shu Uyg'urlarni majburiy emgakka silish orqali ishlab chiqargan mahsulotlarni mana shuni aniq oshkor o'tirib qo'yish, mana shuni oshkor bo'lishni talab qiladigan bir qonun loyihasi. Şuna bunu mutlaka qo'ydim. Üçüncü çoğun xabar hozir ehtimol xabarlarda bor. Nimada Jenevada bir yig'in ochilib bu yig'in 45 qatimliq kishilik huquq konsulniki yig'ini. Bu 25 qarab boqaya. Buniki bu bir haftadak ochildi ekan bu yig'in. 14 sentyabrdan 6 oktyabrgacha bir hafta emas, 2 haftadan ko'proq ochildi ekan. Bu yig'in ochilyapti hozir. Ehtimol sizlar ko'rgansizlar. Dunyo Uyg'ur qurultayidagi bir qism qarindoshlar shu Jenevadagi BDT binosining oldiga chedir tikib, ashada tashviqot ishlari bilan shug'ullanyapti. Ular jami 5 kunlik ruxsat oldi ekan. Mening bilishimcha bugun tugandagi ashtaroq ishqilib hozir bog'ilib bir hafta bo'lib qoldi. Shu yerda shu vatanda bo'layotgan ishlarni tashviq qilish maqsadida chedir tikib ashada bir qism qarindoshlar kecha kunduz ishlayapti ashada. Men shu munosabat bilan ularga chin ko'ngildan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ondan keyin bu qatimqi yig'inda meniki bilishimcha Uyg'ur qarindoshlardan 2 odam so'zga chiqdi. Uniki birisi singlimiz Zumrat singlimiz so'zga chiqdi. Ondan keyin yana birisi doktor Abdushukur Abdurashid Shveysariyadan Yevropa Uyg'ur akademiyasining raisi. Bu ishkalan so'zga chiqdi bu yig'in jarayonida. Bu ajoyib ishlar bo'ldi. Hozir endi so'zga chiqqanlarning ichida Uyg'urlarni tilga olib, Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ygan Allah intayin ko'p bu qatim. Nihoyat odamni xushal qilgan ahvollar bor. Uyg'ur masalasi
hozir dunyoda qaysi darajada muhim o'rin olganligini ko'rib olib bo'ladi. Andan keyin Amerika New York shahridami BDT'niki bir General Assembly deydi, bir umumiy yig'ini echilyotdi. Buningda bizniki qizimiz Ziba opisi Gulshan Abbas uchun u yerda so'zga chiqdi. Tunugimi bugunmi? Shunaqa bir yerdan bir Uyg'ur so'zladi. Mushtaşlar bu vatıda ihtimalle bu doğruluk RFA'dan yine tafsili haber anlaysılar. Dördüncü çoğun haber, şu New York'taki BDT umumi yığınında Amerika'nınki Tashqi ishlar ministri Pompeo bir yığın uğurlaştırıp veya da söz kıldı 2 gün aldı 23. Çarşamba günü. Ben bu sözünü izlep tep bulamadım. O günüsü Pompeo'nunki başka bir yerde söylediğin sözüme bakarken analizdanki sözlerden Pompeo'nunki nimelerden söylediğini bırakıp okudum. O bir yerdeki mühim nokta ne dese Amerika'nınki Xitay hakkındaki düşüncesi. Amerika'daki Xitay hakkındaki düşüncesi 3 devrini öz peşinden ötküzdü. Onunki birincisi işiniş. Bu intan uzun müddet davamlaştı. Şu aldığınki 30 yıl ve hatta ondan burun izchil turda Xitay nemdese şunu işinip kelgan. Bir yılın aldıda bu Pompeo Amerikaga tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin Xitoyniki gepiga emas qilgan ishiga qarash kerak degan narsa o'tirib chiqadi. Bular ishengil olmay ekan, gapni pek chiroyli qildi ekan, ammo ahamiyat qilmaydi ekan. Shunga hargiz Xitoyning gepiga ishonib qolmanglar. Agar Xitoy bahor berman desanglar, uniki nima ishlarni qilganligiga qaranglar degandek bir pozitsiyada o'tirib chiqdi bu kishi. Endi 2 kun oldiki yig'inda so'zlagan vaqtidagi cho'ng bir o'zgarish nima desanglar, hozir xuddi Amerika Xitoyning tilidagi maxfiy so'zlarni yeshalaydigan bir mashina ijod qilgandek bir xil holat o'tirib chiqibdi bu qatim. U nima desanglar, masalan, Pompeo Xitoyniki bir qancha chiroyli so'zlarini tilga olibdi. Uniki birisi masalan har ish keltirib tutush. Masalan, mashina qilsak biz muhtimiz Amerika muhtimiz degan gapi. Bu gap amaliyotda undaq emas. Xitoyniki ikki taraf tang o'tish degan gapi, Xitoy ikki qatam o'tish, Amerika qatam o'tmaslik degan gap degan narsani o'tirib qo'yibdi. Ondan keyin bilateral, unilateral degan gaplar bor. Shu xalqaro munosabatda bu nima desa, bir taraflamalik, ko'p taraflamalik degan gap. Xitoyniki ko'p taraflamalik degan gapi amaliyotda Xitoyni markaz qilgan bir taraflamalik degan gap degan narsani o'tirib tilga olibdi. Masalan, bir yo'l bir balvoq. Bir yo'l bir balvoqda qurilishida butun dunyo bizga bo'ysunishi kerak. Bizni asos qilish kerak, bizni markaz qilish kerak degandek. Bu narsani tilga olibdi. Ondan keyin echvetish va hamkorlashish degan so'zni bu degan Xitoyning degan gapi shu, echvetish va hamkorlashish degan so'z. Bu amaliyotda mening gapimni angla degan gap. Degan narsani o'tirib tilga olibdi. Undan boshqa Amerikada shu yaqinki 6 oylik vaqt ichida bo'lgan ikki cho'ng voqea bor. U nima desa, Xitoydagi, Amerikadagi Xitoy konsulxonasidagi odamlar ba'zi shtatniki boshliqlariga bir qonun loyihasidagi bir narsani yezib berib, mushuni tasdiqini o'tkazib e'lon qilib deb bir narsa bergan. Shtatniki boshlig'iga. Keyin bular pash qilyapti buni. Uni nima degan desanglar, masalan, birisida shu Xitoy virusi haqida. Bu qatim Xitoy virusini ichida Xitoy intayin odil bo'lib, boshlamchi rol o'ynab, dunyoga intayin ijobiy to'p qo'shdi degandek narsalarni yezib, mushuni sizlarniki shtat parlament a'zolariniki tasdiqini o'tkazib e'lon qilasanglar degandek narsalarni yezib beribdi ekan. Buni pash qilyapti. Pash qilib Xitoyni ig'ir darajada rasvolashtirdi. Pompeo bu qatam shu xatlarni tilga olibdi bu yerda. Xitoy hokimiyatining ne kadar rezil ekanligi, boshqalarniki ichki ishiga aralashishda hozir qaysi darajaga berib yetganligi, lekin ularniki so'zi chiroyli, emniyatda bo'lsa, qotgan so'ziga butunlay qarshi chiqilganligi haqida muhim narsalarni o'tirib qo'yibdi. Men shu videoni davomida izlayapman. Agar buni bildirgan qarindoshlar bo'lsa, shu bugungi videoning ostiga ularni yo'llab qo'ysanglar, men keyin topa olsam men yo'llayman. Men bugun buni tayyor qilishdan burun xil izni topolmadim.
Mabda mabek aldıraşman. Şunda aldıraş ata bolsa bu uçurlarni imkan bar to'g'ri yetkazay deb tirishdim. Shunda bo'la xudoyim bo'lsa. Andan keyin yan bir cho'ng xabar. Fransiyaniki prezidenti Macron shu Nyu-Yorkda ochilgan BDTniki umumiy yig'inida BDTniki boshlanishida shu Sharq Turkistonga tashrish umiga evatilish kerak degan narsani o'tirib qo'ydi. Talab qildi bundan rasmiy. BDTni talab qildi. Bu bir zo'r ilgirlash. Ben burundan deb kelgan mana ish bo'lmoqchilik Xitoylar hech qanday tatadigandak emas. Ular o'zining planini aynan ijro qilyotdi. Shunga bu bir yaxshi xabar. Shuning bilan birlikda nima Angliya hukumati shu bugun shu BDTniki Sharq Turkistonga berib Uyg'urlarniki kishilik huquqining dafsanatlash ahvolini tekshirishini talab qildi degan. Buni Cenevadagi yig'inda o'tirib qo'yibdi. Cenevadagi kishilik huquq konsilining yig'inida o'tirib qo'yibdi bugun. Shunga buni bir cho'ng ilgirlash. Hozir endi xabarlarda bor Uyg'ur masalasi kelgan joyda Amerika izchil turda turk ko'p keldi, yo'l boshlamchi ko'p keldi dunyo bo'yicha. En güçlü derece oturup koyup kanun layihelerini belirlep degandek. Lekin Avrupa, Amerika ancha moslashmagan hozirga qadar. Ana bu jihatda yaxshi qadamlar ilinyapti. Fransiya, Angliya yana mushtaq nachdalar qo'shilsa Amerikaga bir kuchlik xalqaro jamoat fikri yoki besim hosil bo'ladi deb o'ylayman men. Bu Uyg'urlar uchun yaxshi xabar. Ondan keyin Pompeo yana 23-yilda hozir Amerika hukumati Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlarning ustidan o'tkazgan shu zulm siyosatini biz nima deb atashimiz kerak degan masalasida o'ylayapmiz. Buni pat yaqinda o'tirib qo'yamiz degan narsani o'tirib qo'ydi. 23-yilda chorshanba kuni. Muxbirlar so'ragan savolga javob bergan vaqtida. Shu bu jihatda yeniqlar bo'lgan taqildi. Ondan keyin shu bir necha kun ichida hozir Sharqiy Turkistondagi Xitoylar yasagan lager tutilgan Uyg'urlarning soni qatorliq ishlar to'g'risida ko'p xabarlar chiqib ketdi. Buni turk bo'lgan bir o'rin nimadagi Avstraliya strategiya siyosati institutiniki xalqaro internet siyosati markazi degan yerdan chiqqan bir doklad turklar o'yinida u yerdagilar 2 yildek tadqiqot olib berib shu sunamirada tortilgan rasmlarni qilib yurib 380 dak ayrim cho'llarga silingan lagerlardan 380ni tepib ularni rasmiy xaritlarning ustiga qo'yib bir database sonliq iskolat yasab chiqibdi. Bu narsa e'lon qilindi. Ularniki o'tirib qo'ygan yana bir narsasi shu oldingi 2 yil ichida garchi Xitoy dunyoga biz bu qayta tarbiyalash markazlarini hozir asosda endi amaldan qoldirib ozaytyapmiz. Tadrijiy amalda qoldiramiz deb degan bo'lsa-mu, amaliyotda unday ish yo'q. Amaliyotda lagerlarniki soni texnik ko'payib turibdi. Doirasi texnik kengayib turibdi degan narsa o'tirib qo'ydi bola. Aşna oturup koygandan keyin hozir xalqarodagi cho'ng medialarning hammasi shu to'g'riliqda e'lon qildi. Men bu to'g'riliq izchil deb kelgan. Men vatandan bevosita uchraldigan bo'lg'achqa hech qanday lagerlarni taqaydigan ishning bo'lmaganligi, amaliyotda kengayotganligi, yine adam tutmoqchi bo'lganligi musan izchil deb kelgan. Burun bunday xabarlarniki xalqaroga chiqishi 2 yildek vaqt ketadi. Biz o'tirib qo'yib buni 2 yillik o'tgandan xalqaro o'tirib qo'yapti. Hozir xil tezlashdi. Meniki bu qatimki biroz xush bo'lganim. Yarim yillik vaqt ichida hozir biz egalga uchur yarim yil ichida xalqaro chiqyapti. Bu bir zo'r ilgirlash. Endi maoshmi cho'ng xabar bo'lib ketdi. Jazo lagerniki sonning ko'pligi, yangidan sanlanayotganligi,
nurg'un kishilarniki sulinib ketganligi haqida. Oldin qattiq chiqqan Xitoyniki aqtashliq maqolasidagi 2014 yildan 2019 yillik 8 milyondek Uyg'urlarni sulanganligi haqidagi xabar hozir buni qo'shilib chiqdi. Shuning bilan hozir Uyg'urlarniki vaziyatining xalqaroda tunilishi yana bir bosqich, yana bir qadam yuqori ko'tarildi deb qarasak bo'ladi. Endi men shuni birlashtirib yana Twitterda to'xtamay bir narsalarni e'lon qilyapman. Bu qatimqi dokladda jazo lageri kengaytirilyapti degan narsa chiqdi endi. Hatta bo'lgandan keyin meniki degan gapim Amerikadagi bir generalning gapi bor, Wilkerson degan Uyg'urlarning nüfusi 20 milyon degan gapi. Xitoylar yaqinda ondan keyin Xi Jinpingniki plani bor. 2014-yilda o'tirib qo'ygan maxfiy plani Uyg'urlarniki Uyg'ur nüfusining 3dan 1 qismini o'ltirib o'tish, 3dan 1 qismini sulib o'tish, 3dan 1 qismini o'rta asr davridagi saviyaga olib qo'yish degan plani bor. Agar biz Uyg'urlarning nüfusini 21 milyon desak, o'ltirib o'tish va sulib o'tish uchun ketadigan son 14 milyonda ketadi. Xitoylarning soni 8 milyonda chiqdi endi. Sulangan odamlarning soni. Demak, 6 milyondagi odam bor deganga. Shunga men shu yaqindagi xabarlarni shunga birlashtirib Twitterga chiqarib qo'ydim. Xitoy yana 6 milyondagi odamni sulaydiganga yana lager kerak, shuni savatadi degan narsani. Buning hammasiniki sonliq asoslari va abatnislarga degandek. Shunga bu narsani yozib chiqarib qo'ydim. Onunki yana bir chiqqan xabar, Sharq Turkistonda qanchalik masjidlar vayron qilinganligi haqida sonliq ma'lumot chiqdi. O'shatning ichida. Son bek ko'p endi, necha ming degan. Xalqaro vaziyat shunaroq, endi vatanchilikka ishtiroq nazorat qo'yay. Ba'zi uchurlarda bugun keldi. Bugun kelgan bir muhim uchur endi. Xabarlarda bor, G'uljiniki, Qozonchi, Boyko'l, Uchdarvoz mahallalarida asosan Uyg'urlar turdi ekandiq. Toplashib endi dacha uydagi uylarni silib degandek. Shundoq go'zal sog'an uylar. Ashta o'tirdi ekandiq. Hozir ham shu Xitoylar buyruq tushirib, bu yerlarning hammasini chiqib, o'rniga egiz bino solamiz deb Uyg'urlarniki uyini o'tkazib oltiribdi. Bunun ichida menga kelgan bir uchur, bir kishiniki uyi 350 kvadrat metrlik uy ekan. Hozirgi bozor bahosi 1 milyon 300 ming so'mdek pul bo'ldi ekandiq. Hukumat ularga 1 milyon so'm pul beramiz deb shunday debdi degan ekan, bular biroz hukumatlar deyishibdi. Bu hozir bozor bahosi 1 milyon 300 ming kilo bu desa, sen bizni takallashding, sen endi 900 ming beramiz deb shunday debdi. Yana bir takallasdan 800 ming tushdi dedi. Aşında qilib, Uyg'urlarni bo'zaq qilib, uyini ta'til etib chaqlab o'tiribdi. Uy chiqishda o'g'irliq bu yilning 5-dan bir qism video rasmlar kelgan xabarlarda bor. Hozir endi bu konkret ahvol bugun kelgan uchur bu. Ammo ishlar bo'ltiribdi. Hozir endi u yerliklarning deyishicha, hukumatniki u yerlarga bino solish imkoniyati yo'q deydi hozir, iqtisodiy jihatdan bu jihatdan. Ammo shuni bahona qilib turib, Uyg'urlarniki uyini chiqib, Uyg'urlarning ayrim turayotgan Uyg'urlarniki adresini yo'q qilib o'tish. Ondan keyin an'anaviy binokorlik qurilish narsalarini butunlay yo'q qilib o'tish. Mushuni maqsad qilyapti degan narsa o'tirib qo'yilibdi endi. Farazlar. Hozir shu ishlar bo'lib o'tibdi. Ondan keyin yana bir xabar, shu necha kun oldida keldi bu xabar, shu G'uljilikda so'zlashish orqali egallagan uchur. Yaqinda G'uljida ozroq odamni qo'yib yetibdi, bir necha 10 chiqqandiki, 10 ichida muhim odamni qo'yib yetibdi. 50 yoshlarni oshgan, yoshi cho'ng, 60 yoshlarni oshgan, yoshi cho'nglar ekan endi. Bular nihoyatda ojizlab ketgan holatda kelibdi uyiga. Ba'zilari uy turolmay ekan. Agar mo'min desimi, tam tutmamisi mo'minmaydi ekan. Lagerga kirishdan burun shunchalik sog'lom odamlar ashta bo'lib chiqibdi. Ba'zilari uyga qaytib kelgandan keyin uydagi odamlarni qo'shnilarini tunimabdi. Ro'y jihatdan butunlay vayron qilinibdi.
Bu bir uçur geldi. Bana bu şunu etkizgen kızım yığlap duruptu de bu gaplarni. Şide kızsız sende. Şimdi ulanıki deyişçe lagerda ularga bir vaqt tamaq beripti yaqında. O tamaq köp degan qunaq deydi. Qusada paq atadigan qunaq baqi. Shuni bir vaqt tamaq beripti kuniga. Ashta qilib hayotini o'ltirib qo'ymay chiqarib qo'yganlar ekan. Mening farzimcha Xitoylar hozir qadar rasmiy shaklda Uyg'urlarni lagerdan qo'yib yotmadi. 6 aydagi qazoqlarni qo'yib yotgan bular. 6 aydagi dindor emas qazoqlarni qo'yib yotgan o'tgan yilning oxirida. Shunaqa 80% adam chiqibdi ekan lagerdan. Qolgan 20%ni diniy e'tiqodi kuchli kishilarga ular hozir lagerda ekan. Lekin Uyg'urlarni bunda qo'yib qo'ygan ahvol yo'q. Ancha muncha qo'yib yotdi, lekin bunda qo'yib qo'ygan ahvol yo'q. Qo'yib yotganlarniki ko'pinchisi qanday odamlar desa, o'shadagi saqchilar bularniki salomatlik ahvolini nacharlashib ketgandan keyin bular ishga yashayamaydi ekan degan narsaga ko'z yetgan chog'da aslida uyga olib qo'ygan ahvollar bor edi. Vaqtim g'ulji qo'yayotganlar mana ahvolni uqilmaydi. Bunda qo'yitilganlarning ko'pinchisi uyga kelib 2 oy o'tmay tugab ketgan ahvolda eg'ir ko'p bo'lgan endi. Yaqinda yine to'xtamay rasmlar, videolar kelyotdi vatandan izmay taratqularga. Bazı qarindoshlar menga yordam berib, ashtan narsalarni tepib menga o'rgatib turyotdi. Menga ko'p rahmat, sizlarga ko'p rahmat. Sizlar o'rgatgan narsalarni men to'xtamay unga inglizcha tushuncha yozib Twitterga chiqib turyapman har kun degidek. Twitterda hozir buniki xil bozor bor. Uni ko'rayotganlar, taqdir qilganlar ko'p. Shunga mushni qo'ygan qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bizning chet eldagilarning qiladigan bir ishimiz shu. Bütün zulümni vatadigilar tortyapti. Biz hech bo'lmasa shuni qirqaraga deyishimiz kerak, deb qo'yishimiz kerak, bildirishimiz kerak. Bu bizniki majburiyatimiz. Shunga yordam qilgan qarindoshlar chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bu qatim kelgan videolarning ichida bu Uyg'ur qizniki bir Xitoy saqchisi bilan to'y qilgan videosi bor. Bir Uyg'ur ravabchi qarindishimizniki mening farzimcha bu bir yo'lning ostida turadigan tanil ekan. Tanilniki ichida o'tirib ravabchi vatgan oldiga bir qachon qo'yib o'shadan pul haqlarni pul bersin degandek ishta qilayotgan bir ko'rinishniki videosi u chiqdi. Uyg'urlar bunda qilmaydi odatda. Biz ko'maydik vatanda bu narsalarni. Hozir endi Uyg'ur sazchilariniki kuni mush kunga qapti deb o'yladim men. Men shu bo'yicha yetib chiqarib qo'ydim. Ondan keyin shu Uyg'urlarni nihoyat ko'p avtobuslarga besib birga akitib qolgan ko'rinishlar ko'p yaqinda. Dastlabda men topib qolmagan nega akitib qolgan deb keyin qarasam bularni shu paxtadagilar akitib qolishaydi. Bunun ichida Xotandagi ba'zi noilalar Kucha, chiqdi Kucha noisi. İntayin köp adamlar yaşayıp otur hal yakında. Ko'pinchisi 80% ayol, 20% erlar var. Ashta ketib bular shu kivazdirayotgan rasmlarni chiqdi. Endi meni bek eshitadigan ba'zi ahvol bir intayin bir say tashliq. Qisman bizning vatanda Urumchidan agar janubga borsanglar shunday chiq sayliqlardan o'timiz endi. Toshdan boshqa ishim yo'q. Aşındaq bir yerlerini kolayatkan Uyghur ayallar. Yaşı çoğun, 50-60 yaşlardaki ayallar. Andaki kiyimi burun bundaşını kıldığı ayallar emez. Şehirde, öyde uzun koynak giyip, çıraylık, yasınıp yaşadığı ayallar. Muş ayallar şu cangalda taşını tatmalap jurvatıdı. Bir Xitay ayalda kıldı birisi küsüp durvatıdı bir yerde. Açta videolar çıktı. Adam şunçuk için durdu. Meniki bularni tushunishim bu qilib qolgan Uyg'urlarning 3dan 1 qismi Uyg'urlarni o'tir asr saviyasiga olib qo'yish degan narsa shu deb o'ylayman men. Bo'lmasa bu toshdan nima ish qilganligini bilmadim men. Bu toshni taqvolab nimaga ishlatadi masalanga. Ajoyib. Men bu ehtimol diqqat qildinglar, men har hafta chiqargan videolarniki tizimligini to'plab Facebookga chiqarib qo'yaman. Men videolarni Twitterga chiqarib
Oniki tor adresini qısqacha izohat bilan Facebook'a hafta bir qatim chiqib qo'yaman. Shu yerda ko'ralasizlar buni. Ko'rib baxsanglar bo'ladi. Shu Uyg'urlarni o'rta asr saviyasiga olib qo'yish degan shu bo'lsa kerak deb o'yladim. Ondan boshqa bir necha Uyg'ur ayol onalar yo'lning bo'yida bir suratdan uzum tutib o'tirganligini videosini ko'rdim. Bular shu uzumni setib pul qilib hayotini kechirish uchun qilayotgan ahvollarda. Qarasanglar yo'lda minayotganlardan uzum sotamiz deb o'tirganlarniki soni ko'p. Başta bir etinci ahval. Anikin Xitaylar sulup olgan balalarning ko'rinishlari, bu ko'rinishda men bu ko'rinishni ko'rgan vaqtimda Qot'andagi qo'y bilan hech qanaqa farqi yo'q deb başta bir hissiyatga keldim men. Nima desanglar, bu balalar uyda kichik o'rindiqdan boshqa ishim yo'q. Bir o'yinchoq hech qanday narsa yo'q. Endi hukumat bu balalarni o'ldirib qo'ymaslikka tirishyapti yoki shu uyga sulab beqib tirik qalqanın gidalarin ketkin deb qo'yadani qolmaydi. Biz balani bunday tarbiyalaymiz. Hechim yo'q. O'rindiqdan boshqa ishim yo'q. Bir uyda jiq balalar, uniki tanıtılısı jiqlayotgan. Bunday ko'rinishlar keldi. Lagerning kechidagi yangi ko'rinishning birisi keldi. Uyg'ur erlarniki. Ko'pincha erlar ekan, ozroq ayollar bor ekan. Ondan keyin zavodda qo'l ishib ishlayotgan Uyg'urlarning videosi. Yana birisi ishkirdan nimaga Xotanga kelgan Xitoylar Aydınmıdan chiqayotgan o'shayda chiqayotgan Xitoylarga do'ppi kiydirib bir xaltadan atlas xaltadan biroz kuta tutqizib yuboradi. Xotanga kelishinglarni qarshi olamiz degan gaplarni deb turib Xitoylarni Sharq Turkistonga akilib shu qarshi olayotgan ko'rinish ekan bizdan narsalar chiqdi. Ondan keyin menga kelgan yana bir uchur degan keldi. Bu hozir endi Sharq Turkistonda Uyg'urlarni qo'rqitadigan tashkilotlar ko'p. Buniki birisi chet eldagi bolalarni yondirakilamiz degandek gaplar. Yaqinda bu gaplar yana kuchib ketibdi. O'quvchilardan tortib yondirakilamiz degandek. Men buni Amerikaniki yangidan chiqqan siyosat bilan biroz munosabatli ekan deb o'yladim. Amerika hozir Xitoydan o'quvchilarning kelishini qattiq cheklayotdi. Uning shartini bak yuqori qilyapti. Ondan keyin Amerika kelib bo'lgan o'quvchilarning bir qismini qaytarish mumkin. Shu hozir o'rtoqlikni bir qism ishlar olib berilyotdi. Yani şunu davatamda bular xunum. Chiqilib chet eldagi o'qiyotgan bolalarni yondirakilamiz degandek gaplar bilan Uyg'urlarga biroz popozga qildiribdi. Yaqinda singlimiz Asiya Uyg'ur shu torlarda izlanib yurib bir qancha muhim uchurini topdi. Uniki birisi 2012 yılı 9 Mart'ta çıkan bir dekret varken bunun da deydi Xotan vilayetinde 300 bin balınınki tuğuluşununki aldın aldık degen uçur. 300 bin balınınki tuğuluşununki aldın aldık degen gap qo'saqda bu bo'lgan balını tushiribdi, o'ldirdik degan gap endi bu. Şuna bu Xitoylar maqtanib yozgan dekretken bu. Sonumuz Asiya qo'l tushirdikan, keyin menga berdi, men uni inglizcha yozib Twitterga chiqarib qo'ydim. Mana bu uchuv chiqdi. Uningdan boshqa yana 2008-yilda chiqqan yana bir dekret bor ekan. Uningda shu xalqaro nima Xitoynikiligi rinda yig'iniga borgan vaqtidagi birisini bilan kurashib chiqargandek bir xabar ekan bu. Uningda deydi, oldingi 30 yilning ichida 3 milyon 700 bin balaniki tug'ilishniki oldini oldik deb deydi. Xabarlarda bu tug'ut cheklash bo'libmi, homilador ayollarniki balalarni tushirib ishlarini asosan Uyg'urlar qildi bular. Sharq Turkistonda. Xitoylar asosan erkin u yerda, bunday ishlar yo'q. Bu idora jamiyati emas odamlar. Idora jamiyatiga biroz kontrol qila olishimiz mumkin. Shunda boshqa 30 yılda 3 milyon 700 bin bala kam tug'ildi degan gap. O'ldirildi degan gapda bunday qanchada. Shuna bu dekretni Twitterga yozib chiqarib qo'ydim men. Hozir bugun keldi uchur Xitoydan. Hozir Xitoydan ekib pishirayotgan bir narsa Uyg'urlarga oid. Uyg'ur ishchilarini sotamiz degan xabar. Endi sotamiz degan gapni ishlatmabdi.
Lekin o'qisanlar uni aşnından farkı yok. Mesela bir orunken bu Şinjan Halk Hükümeti'ne vakalatçı orun depti özünü. Aştaq dep, eğer sizlerge işçi lazım bolsa, Uyghur işçi lazım bolsa, biz temellaymiz. 1000 adamdan 50 bin içlik deydi. 1000 adamdan 50 bin içlik adamı temellayıp bıralaymayız. Şuna 16 yaştan 40 yaşqacha edi. Gördüңlar mı gapni? 1000 adamdan 50 bin içlik 16 yaştan 40 yaşqacha deydi. Ben bu uçurlarını Xitaycha, onu İngilizcesini yazıp Twitter'a çıkıp bilmem. Ondan keyin bugungi uçurlar mushunchlikkan kelar qatam, kelar kurashishlik aman bo'ldi. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.